Yangilik bormi demang. Bu savolni ayolni qulog'idan oldin qalbi eshitadi. Bu savolni u har kuni har lahza o'ziga beradi. Lekin javob uning qo'lida emas. Uni qiynamang. Voy falonchi farzandli bo'ldi deyishdan sizga nima naf? Yoki xijolatdan yerga kirib, toshib chiqayotgan ko'z yoshini qaysi kiprik ostiga yashirishni bilmay turgan abgor holatini ko'rib huzur qilasizmi? Doktorga bordingmi? Eringiz ham sog'lommi? Necha yil bo'ldi to'yingizga? Balkim eskicha qilish kerakdir degan safsatalarni bas qiling. Robbim yozgan taqdirni muhokama qilish ishi sizga qolgani yo'q. Qanchadan qancha shifokorlar u tabiblar ostonasida turib, son sanoqsiz dorilar va muolajalar jarayonini boshidan kechirganini, har oy yaxshi yangilik ilinjida doktor eshigi oldida sarg'ayib, qalbi ado bo'layotganini siz bilmaysiz. Oling, niyat qiling kelin deb qo'liga chaqaloq tutqazmang. Ezilib qon bo'lgan yuragini battar g'ijimlamang uni. To'shak hidi